أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Bugün okumakçı olan dersimiz Allah subhanahu teala'nın fazl-ı ihsanı ve inayetiyle Et-Tefsir Müyesser degan muşu tefsirden Bakara suresi olan bulup bunun 146 ayet kepikemiz. Muşu kep toxtab kalgan özünü davamlaştırıştırışımız inşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم أينما تكونوا يأت بكم الله أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. Ayet-i Kerime'nin kısa tercümesi. Biz kitap bergenler yani Yahudiler bilen Nasaralar onu yani peygamberini öz oğullarını tunugandek tunuydu. Ularning bir qismi shubhisizki haqiqatni bilib turib yushirdi. Haqiqatan Alloh tarafidan kelgan. Haqiqat Alloh tarafidan kelgandir. Hargiz shak keltirguchilardan bo'lmagan. Har ummatning yuz keltiradigan tarafi, ya'ni qiblisi bor. Ey mu'minlar, yaxshi amallarni qilishga oldiranglar. Qayerda bo'lmanglar, qiyomat kuni Allah hammanglarni hisob uchun yig'idi. Allah haqiqatan hamma narsaga qodirdir. Qayerdan safarga chiqmagan namozingda yuzingni Masjid Haram,
ya'ni Ka'ba tarafga qilgin. Bu haqiqatan Parvardigoring tarafidan kelgan haqiqatdir. Alloh sizlarning qilmishinglardan g'ofil emasdir. Kishilar, ya'ni Yahudiylar va mushriklarga sizlarga qarshi dalil isbot bo'lmasligi uchun ey Muhammad safar qilishga qayerdan chiqmagan namozingda yuzingni Masjidi Haram tarafga qilgin. Ey mu'minlar, sizlarmi qayerda bo'lmanglar, namozinglarda yuzinglarni Masjidi Haram tarafga qilinglar. Faqat ularning ichidagi zulm qilg'uvchilarla qiblaning o'zgarganligini sizlarga qarshi dalil qilib oladi. Ular, ya'ni zolimlardan qo'rqmanglar. Mening amrimni tutish bilan mendan qo'rqinglar. Qiblani o'zgartishga amr qilishim sizlarga bergan ne'matimni kamolatga yetkazishim uchun va to'g'ri yo'lda bo'lishinglar uchundir. Shuningdek, ya'ni sizlarga bergan ne'matimni kamolatga yetkazgunimdek o'z ichinglardan sizlarga bizning oyatlarimizni tilovat qilib beradigan, sizlarni mushriklik va gunohdan pok qiladigan, sizlarga kitobni, ya'ni Qur'onni va hikmatni, ya'ni diniy ahkomlarni o'rgatadigan, sizlarga bilmaganinglarni bildiradigan bir payg'ambar avatdiq. Meni taat ibodat bilan yod etinglar. Meni yod etsanglar, menmu sizlarni savob berish bilan, mag'firat qilish bilan yod etaman. Manga shukr qilinglar, noshukirlik qilmanglar. Ey mu'minlar, sabr orqali va namoz orqali yordam tilanglar. Allah haqiqatan sabr qilg'uvchilar bilan billadir. الذين أعطيناهم التوراة والإنجيل من أحبار اليهود وعلماء النصارى يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله بأوصافه المذكورة في كتبهم مثل معرفتهم أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون صدقه وثبوت أوصافه. Biz Tevrat ve İncil'den ibaret bu kitapni belgelle. Ula Yahudlarınki ölümalardandı ve Nasaralarının ölümalardandı. Bula hakikaten Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın özünün kitaplarda, yani Tevrat ve İncil'larda bayan kılınan süpetlerle tunuydu. Xuddi ula özlerinin oğullarını tunugandek. Hakikaten ulardan bo'lgan bir guruh bu haqni yushirdi. Halinki ular olsa Rasulullah'ның rost ekanligini, Rasulullah'ның sifatlarining sabit ekanligini bilatdi. Bilib turgan turuqliq ularcha bu haqiqatni yushirdi. الذي أنزل إليك أيها النبي هو الحق من ربك فلا تكونن من الشاكين فيه وهذا وإن كان خطابا للرسول صلى الله عليه وسلم فهو موجه للأمة. Ey Peygamber aleyhissalatü vesselam, sizlerge düşürülgen bu narsa o sizlerden Rabbiler tarafından haktır. Yani sizlerge düşürülgen bu kitap Rabbiler tarafından kelgen hak kitaptır. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِينَ فِيهِ. O vaqtda hech qanday ikkilanishlar qatoridan bo'lmagan. Bu gerçi Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam üçün hitap bo'lgan bo'lsa-mu, bu bütün ümmet üçün qartilgandır. Yani sebep xas, bunun üçün hüküm am. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ مِنَ الْأُمَمِ قِبْلَةٌ يَتَوَجَّهُ إِلَيْهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا فِي صَلَاتِهِ فبادروا أيها المؤمنون متسابقين إلى فعل الأعمال الصالحة التي شرعها الله.
شرعها الله لكم في دين الإسلام وسيجمعكم الله جميعا يوم القيامة من أي موضع كنتم فيه إن الله على كل شيء قدير. Ummatlardan bo'lgan har bir ummat uchun bir qibla bor. U qiblaga u ummatlardan bo'lgan har birisi o'zining namozicha yuzinadi. Har birisi shunday qibla bor. Aldıranlar ay müminler. Bas musabıqan halda Allah sizlar üçün İslam dinida yo'l qo'yib bergan yaxshi amallarni qilish qildiringlar. Va sizlarni Allah umuman qiyomat kunicha va pat yaqinda Allah sizlarni umuman holda to'playdi. Qayerda bo'lgan bo'lsanglar, sizlarni Allah subhanahu wa taolo to'playdi. Haqiqatan Allah her narsaga kuch yetkichidir. ومن أي مكان خرجت أيها النبي مسافرا وأردت الصلاة فوجه وجهك نحو المسجد الحرام وإن توجهك إليه لهو الحق الثابت من ربك وما الله بغافل عما تعملونه وسيجازيكم على ذلك. Qayerda chiqsang sen ey payg'ambar alayhissalatu vassalam safar qilgan holda va namoz o'qishni maqsad qilsang, sening o'zingni Masjid Haram tarafiga yuzlandirgin va sening shu yuzlanishing u Masjid Haram tarafiga yuzlanishing albatta Rabbing tarafidan bo'lgan o'zgarmas bir haqdir. Allah sizlarning qilmishingizdan hargiz bexud g'aflatda emasdir. Pat yaqinda Allah sizlarga ash qilmishingni qarta mukofot beradi. ومن أي مكان خرجت أيها النبي فتوجه إلى المسجد الحرام وحيثما كنتم أيها المسلمون بأي قطر من أقطار الأرض فولوا وجوهكم نحو المسجد الحرام لكي لا يكون للناس المخالفين لكم احتجاج عليكم بالمخاصمة والمجادلة بعد هذا التوجه إليه. بعد هذا التوجه إليه. إلا أهل الظلم والعناد منهم فسيظلون على جدالهم فلا تخافوهم وخافوني بامتثال أمري واجتناب نهيي ولكي أتم نعمتي عليكم باختيار أكمل الشرائع لكم ولعلكم تهتدون إلى الحق والصواب. Qayerda chiqsin sana payg'ambar alayhissalatu vassalam yuzlangan Masjid Haramga. Ey musulmonlar, sizlar shunda qayerda bo'lsanglar, zaminning qit'alaridan, atroflardan bo'lgan qayerda bo'lsanglar, sizlarning yuzingizcha Masjid Haram tarafiga yuzlantiringlar. Sizlar uchun tang bo'lmag'ay insonlar uchun, sizlar uchun qarshilashgan insonlar uchuncha sizlarning ustinglarda jadal majra, talash tortish bilan ilqi bir hujjatlish bo'lmasin uchun deydi. Mushu o qiblaga mush yuzinishdan keyin. Lekin lam ahli zulm yani zulm egillari va nima aynad sarkash buyun tavla qiladigan ulardan bo'lgan bular fasayazalluna ala jidalihim. Bular davomlashadi ular o'zlarining jadal majrasida talash tortishlarda davomlashadi. Bulardan qo'rqmanglar, mendan qo'rqinglar, mening farmonlarimga bo'ysunishlar, mening cheklimlardancho jiroq qochib ketishlar. Va tainki mening ne'matimni sizlarga tamom qilishim uchun shariatningki eng mukammallarini sizlarga tanlashlar. Ümid sizlar
haq va savobga, to'g'riga yo'l topqaysizlar uchun deydi. Kama أنعمنا عليكم باستقبال الكعبة أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم الآيات المبينة للحق من الباطل ويطهركم من دنس الشرك وسوء الأخلاق ويعلمكم الكتاب والسنة وأحكام الشريعة ويعلمكم من أخبار الأنبياء وقصص الأمم السابقة ما كنتم تجهلونه. Biz sizlarga Kabe oldini qilishdan iborat buni in'om qilgandek sizlarning ichinglardachu biz sizlarga tilovat qilib turadigan haqni bayon qiluvchi bir oyatni tilovat qilib turgan payg'ambar avatdiq. Haqni botildan ro'shanlashtirib turadigan bir oyatni tilovat qilib turgan payg'ambarga avatdiq. Va sizlardanchu shirkninki maynachilikdan pok qiladigan va nachar axloqdan pok qiladigan mushundoq payg'ambar avatdiq. Sizlarga kitobni, sunnat sahihani, ahkam shariani bildirgan payg'ambar avatdiq. Va sizlarga yana payg'ambarlarning xabarlari va ilgaki ummatlarning qissa voqealiklari sizlar uni bundan burun bilmaydinglar. Muşni ögtüdüğün peygamber evet doğ deydi. Emara Teala el-mu'minine bi zikrihi ve vaada aleyhi afdalel cezai ve huve es-sena'u fil mela'il a'la ala men zekerah ve khussuni eyyuhel mu'minune bi şükri kavlen ve amelen ve la techhadu ni'ami aleykum. Allah subhanahu wa ta'ala mu'minlarni yüzni davomliq eslab turishga farmon tushadi, buyruq qildi va ularga eng isil mukofot berishni va'da qildi. U o'simi qandaq o'si masalan sana aytishdir eng yuqorida uni eslab turgan odam uchunchi eslab turgan odamga Alloh subhanahu wa taolo sana aytishdan iborat buni va'da qildi dedi. Ey mu'minlar, meni shukurga qavlan va amalan hem til orqali hem amaliy javorih a'zolaringlar orqali manga shukur etishni nima qilinglar, o'ngchi qilinglar meni. O'ngchi qilinglar yoki manga ey mu'minlar shukurni o'ngchi qilinglar. O shukur mayli qavli olsun, mayli amaliy olsun. Ammo mening sizlarning ustunligiga bergan ne'matimga hech tuzkorlik qilmanglar. يا أيها المؤمنون اطلبوا العون من الله في كل أموركم بالصبر على النوائب والمصائب وبالصبر على ترك المعاصي والذنوب وبالصبر على الطاعات والقربات وبالصلاة التي تطمئن بها النفس وتنهى عن الفحشاء والمنكر إن الله مع الصابرين بعونه وتوفيقه وتسديده. وفي الآية إثبات معية الله الخاصة بالمؤمنين المقتضية لما سلف ذكره. أما المعية العامة المقتضية للعلم والإحاطة فهي لجميع الخلق. Ey müminler! Allah subhanahu wa ta'aladan yardım talep kılanglar. Sizlerden barlık iş güçünlarda. Nim bilen özgürüş ve bazı musibetlerine ve hadisatlarga ve bazı kilişmezliklerine sabır kılışlar ve günah masiyetlerini taşlaşka sabır kılışlar ve taat ibadet ve Allah subhanahu wa ta'alaga yakınçılık kılışka hem sabır kılışlan. Namaz ilan. O namaz arkalık adamın ruhi, nefsi biraz huzurlanıp, teskin tabudu, hatırcan buludu. Ve o namaz yaman satqılık şerit İslami inkar kıygan, munun kuşuş munkar işlerden tosudu.
Hakikaten Allah subhanahu ve taala sabır kılgıçlar bilendir. Hakikaten Allah sabır kılgıçlar bilen özünki yardımı ve Allah subhanahu ve taala'nın tevfiki ve Allah subhanahu ve taala'nın şu doğrulap bir işlendir. Ayet-i kerimede Allah subhanahu ve taala'nın onca ma'iyetininki billi ikelliginin sabit ikelligi var. Kimge? Mu'minlarga. Demek Allah subhanahu ve taala'nın ma'iyeti Allah'ın birgi buluşu qayerli bolsun Allah birge degan gap faqat mu'minlarga ekan deganga mushni oyat karimda mushundan ko'ra olamiz. Oyat karimcha bu sabit. Ki talab qiluvchi bu ma'iyat ening bayonoti yuqorida o'tgan narsaning jahdidan bu Allah subhanahu wa ta'alaning şu billa birga bo'lishi, qayerda billa bo'lishi mu'minlar ekan deganni mushuni isbotlab oyat karimda mushu bor. Ammo ilm va ihotatni talab qilgan umumiy ma'iyat bo'lsa butun maxluqlar uchun deydi. Xo'sh, endi bu qisqacha oyat karimdagi balog'iy qoidalar الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفونه. U ula qanday qiladi? U Rasululloh Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine biz kitap bergenler, Yahud Nasaralar, Rasululloh Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine oğullarını tanıgandak tanıydı. Buna da bir kıssa varken, buna da nima Umar ibn Hattab radıyallahu anhu, Abdullah ibn Salam, Abdullah ibn Salam Yahudilarning ichidan chiqqan eng Rasulullohni ko'rplik qilgan imom keltirgan Madina Munavvaraga borganda. Ular bunga Rasululloh Aleyhisselatü Vesselam Yahudilarning boshqasini so'raganda, masalan bu Abdullah alayhissalom nima deysizlar deganda, bu eng yaxshi odamning bolasi anda munda deydi ekan. Degandan keyin u buningki shundaqliklar chiqib bu ashhadu an la ilaha illalloh ashhadu anna Muhammad rasululloh deb shundaqliklar bu shu nimaga chiqqandikilar yurtni yerdan Rasululloh Aleyhisselatü Vesselam'dan şu Yahudilarniki bir cemaatsiniki münazır kıvatqa yerga şehadet kelimesini şundan çıkan vakitte bizden en bu nime yaman osul adam o en yaman osul adamın oğlu bu dep banda şu meydanın üzde onun kan sözleri birbirisiga naqiz birbirisi zıt meyda gaplar Yahudilar. Aslında şu vakitte özlükle eşhedü en la ilahe illallah eşhedü Muhammed Resulullah deb çıkan adamdan birisi hem de Abdullah ibn Salam bu kişinin bu kısılacak vakaligi maşallah. Bunu Hibrul Umma nima ahbar hem de Yahudilarniki alimlerden birisi ekan buni. Bu kişiga Umar ibn Hattab radhiyallohu anhu so'rayganda Rasululloh haqida nima deysiz? Qanday buni tushunchang desa, sizning ras o'g'lini tunigandek tunimsiz, men mening o'g'limni tunigandimmi bakaroq tuniyman deb. Chunki bu kishiningki sifatlarimizni Tavratda bo'g'ashqa men o'g'limni tunigandan bakaroq tuniyman. Mening o'g'limni chunki ayolim ammo boshqalarga xiyonat qilib qo'yib, boshqalar bilan menga xiyonat qilgan bo'lib, balki buni nasli boshqalarda bo'lib qolishi mumkin. O'g'limni bakaroq tunib bo'lmayman taqa. Bu kishini tunigandek. Ammo bu kishining o'zini Tavratda butun avsof sifatlari to'liq bayon qilingancha mening o'g'limni bakaroq tuniyman bu kishini deb. Şundan Umar ibn Hattab radhiyallahu anhu bu kishiniki Abdullah ibn Salamdan chekisiga bir suyib qo'ydi ekanda, maşallah deb. Ya'rifunahu kama ya'rifun. Bunda teşbih mursal mufassal var. Teşbih mursal yani mufassal. Mursal deyişimiz bu nime adet teşbih mezkur. Ya'rifunahu kama ya'rifun. Tunuydu ula Yahudilar ve Nasaralar. Kitap bilgen Yahud Nasaralar tunuydu Yahud Nasaralar o Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ni kandaki yüzünün oğullarını tunuğun okşaş tunuydu. Nere? Kema yaripun. Bunun çok adet teşbih nim bolde
Muşebbehun bih da nim boldu? Adet teşbih mezkur oldu. Adet teşbih mezkur olsa okuş saymaları nim bolattı o mursal olattı. Mupassal oldu da. Mupassal. Yani ve şebeh bunun da nim boğan bolsa mezkur olan bolsa mupassal deydik. Bunu teşbih mupassal teşbih nime mursal mupassal değildir. Onun başka yine mesela kema arsalna fikum rasula degenin özü de buna cenas dep koydu. Cenas bu mu balagat kaysal muhassanatil bedi'inin katarında bu mu? Bu cenas degan nimasi ikki labzi bir-birsiga bir nutquda o'xshaydigan arsalna rasula masalan nutqu o'xshaydi. Ammo ma'noda biroz o'xshashmas xil bo'ladi. Bu ikki xil bo'ladi. Ana bir balog'atdan o'qin o'xshash. Janas tam bo'ladi va janas g'ayri tam bo'ladi. Janas tam deganlikni o'zi bu ikki labz shu to'rt narsada birlik kelgan bo'lsa. Bu nimanikida harfning turi, harfning shakli masalan. Nima uchun uni bu harfning soni tartibi degandek. Bu janas g'ayri tam degan o'rnida ikki labz muxtalif bo'lgan bo'ladi-da. Şu yuqorqi to'rt narsaning birda birsida bu ikki labzi muxtalif bo'lgan bo'lsa, buni janas g'ayr tom deydi. Demak, buningda janas va demak, kama arsalna fikum rasula degan. Yana undan boshqa va yuallikum va yuallik va yuallimukumul kitaba val hikma va yuallimukum ma lam takunu ta'lamun deydi. Buningda cho deganda buningda itnab bor. İtnab deganligimiz nimasi bir lafzni bir ma'noga ziyoda qilish, birda bir foydaning jihatidan. Bu foydaning jihatidan bir ma'noga bir lafzni ziyoda qilish bir qancha bir ishlarning bir qancha xil bo'ladi bu. Ba'zi masalan xosni omdekin zikr qilish bo'ladi. Bu xosninki noiti afzalligini alaydı ekanligiga ehtimom bo'lganlikni jahdidan. Shuni ogohlantirish qilmoqni jahdidan xosni omdekin zikr qilish oldu. Va ba'zida om zikr qilish oldu xosninki. Nima uchunsa shumuliyat va umumni uqtuvasini uchun. Amma yada cho'dsa nima ve yuallimukumul kitab vel hikme ve yuallimukum kitobni va o'qitdi u payg'ambar sizlarga kitobni o'qitdi Qur'oni Karimni va hikmatniki sunnat sahihni o'qitdi va yuallimukum dedi. Mayli kitob va hikmat deb bu xas qilingan va yuallimukum manda ambolda va yuallimukum ma'lam takunu o'qitdi sizlarga sizlar bilmay qolgan barliqdan hammani o'qitdi dedi. Cho'ng kichik hammani o'qitdi. Darsida xos zikr qilingan kitobni o'qitdi va hikmatni o'qitdi deb. Ma va yuallimukum ma lam takunu ta'lamun degan buning uchun ommatan ta'limni tilga oldi. Demak, xostinkin om zikr qilindi. Ba'zicha bu xil itnob bunda ham keladi. Xos omdinkin zikrmi qilindi, xosga alayda ehtimom bo'lganlikni jihatidan. Xosning alayda fardliga, ortiq ekanligiga tanbih berganlikni jihatidan. Va ba'zida buning o'xshash qanday qiladi? Xostinkin om tilg'inga ish bo'lib qolib qoladi deydi xuddi shunga o'xshash. Nemin jahdidan esa sabab bu umum va shumuliyatning jahdidan. Shunga xostinkin om zikr qilinadi shunga o'xshash deydi. Xo'sh, bugungi darsimiz inshaalloh Allohning fazli ihson va inoyati bilan shunday poylimiz darsimizning davomi inshaalloh ayat bo'lgan bo'ladi. Va oxiru davana alhamdulillahi robbil alamin.